Assalomu alaykum hurmatli dehqon akalar, fermer akalar, bog'bon akalar. Qalaysizlar? Yaxshimisizlar? Bugun sizlarga O'zbekistonda 2026-yilga yangi turdagi ekonom nasoslar kirib keldi. Qancha deysizlarmi? Hozir sizlarga narx-navolarni tanishtirib o'tamiz. Bu yerga hozir nima deydi? Biz o'zimiz bir akamiz bilan qo'shma ya'ni kelishilgan holatda bilasizlar, EPA kompaniyasini butun O'zbekiston taniydi. Shu EPA kompaniyasi sizlarga sifatli, garantiyali nasoslarni olib kirib keldi. Narxlari ham hammasidan arzon va sifatiga javob berishadi. Asosiysi odmotkasi 100% mis bo'ladi. Bitta like bosib qo'ying, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Yaqinroqqa keling, birkasini bitta ko'rsataylik. Akalar 18,5 kW, 300 mm, 15 metr podiyomda 950 kuba soatiga suv beradi. 1450 оборот. Xo'p, amperlari ham shu yerda yozilgan. 36,1 amper kuchlanishlar 50 Hz ishlaydi. Bu qaya pogrujniy nasos 18,5 kW. Narxi qancha deysizlarmi? 18,5 kWlik narxi 1950 1850 narxlari ko'chada bo'lib yotibdi. Biz sizlarga $1600 nasosni har birini uyingizgacha yetkazib berishimiz mumkin. Mabodo siz Qashqadaryodan bo'lasizmi, Surxondaryodan bo'lasizmi, Samarqandmi, farqi yo'q. Sklatimizdan to'g'ridan-to'g'ri sizlarga yetkazib berishimiz ham mumkin bo'ladi. Endi nasosdan umuman muammo yo'q. Servis kafolati qanday deysizmi? Buni servis kafolati. 1 yil ichida, misol uchun, siz odmotka qismida qandaydir zavodskoy defekt bo'ladigan bo'lsa, buni o'zlari chiqarib, o'zlari olib borib, rentgen qilishib, agar zavodskoy defekt bo'ladigan bo'lsa, sizga besplatniy xizmat ko'rsatib berishadi. Aytgancha, buni ichidagi to'liq qiziydigan metal, qizimaydigan metal bo'ladi. Shu odmotkalarga ham alohida e'tibor berishgan. 18,5 kW odmotkasini baqaybatligini qarang. Pashti 22 kW. Buni orasiga ham bitta kelingdir, valini ham bitta ko'rsating. Agar valiga e'tibor bersalaring, vali ham juda ham katta. Ya'ni o'ziga yarasha 950 kuba suvni chiqarib beruvchi nasosning vali shunaqa katta bo'ladi. O'rtacha santimetr, 6 santimetr eniga bo'lish kerak. Mana bu ko'pchilik nasos o'rnatgan, bilasizlar-ku. Hattoki mana shu tortadigan setkalari ham qalinligini oladigan bo'lsak, 0,3-0,2 mm qalin, juda ham zo'r. Bu nasoslar suv ostiga tushgandan keyin, nasos yurgandan keyin har tomonlama hisob-kitobini oldik. Setkasi yopishib ketib, rasvos chiqib ketyapti. Shuning uchun buni qalinidan, zo'ridan qo'yishga to'g'ri keldi. Nimaga? Ertaga biror narsa kirib, mayda-chuyda bo'lib ketmasligi uchun. Xo'p, endi narx-navosiga keladigan bo'lsak, bu joyda bizga mana price berishgan. Xo'p, endi bu yerda qaranglar, 11 kW, 250 diametr, 19 metr podiyom beryapti, soatiga 480 kuba. Endi yaqinroqqa siz 5-6 metrga qo'yadigansiz 500 kubagacha ham, ya'ni suv berishi mumkin. Buni oboroti 2900 oborot, 3000 oborot bu nasoslar. EPA kompaniyasiniki. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, 420 ga 6 ga 11. Xo'p. Hozir, hop. Sizlar like bosib, kommentariy yozib turinglar. Men narxini bir boshdan ko'rib chiqishga harakat qilaman. Xo'p, $660 ekan. 11 kWligi 480 kuba, 500 kubaga yaqin suv beradigani $660, ya'ni mana shu 11 kW 3000 oborotli nasos. Bularda ham kafolat juda ham zo'r. Xo'p, bu yerda sizlarga soatiga 500 kuba beradigan, 460 kuba, 500 kuba, ya'ni yaqin masofaga qo'ysangiz ham 500 kuba suv beradigan 22 kW, 31 metr podiyom, 200 diametrda suv chiqaruvchi pogrujniy nasos 2900 oborot bilan, xo'p, amper kuchlanishlari 44 ampergacha ishlaydi. Xo'p, buni narxi qancha? Buni narxiga keladigan bo'lsak, xo'p, qaya 400. Xo'p, buni narxi akalar $1255. $1400, $1355 bo'lyapti. $100 arzoniga mana nasoslarni zo'rlari, xudo xolasa. Kerakmi? Qancha kerak? Endi umuman bahona yo'q. Bitta maslahat qilay, boshqa qilay deb. Bemalol ishonchli, kafolatli glubinli pogrujniy nasoslar. 200 diametrda 460 kuba. Sizlarga eng ekonomini, eng zo'rini tavsiya qilib qolsak, bu 11 kW soatiga 790 kuba beradigan, mana ko'rib turibsizlar. Ko'pchilik aytadi, shunaqa 11 kWli nasoslar. Maksimal podiomi 14 metr,
300 mm, ya'ni tashqi diametri 300 lik mana bu. Mana teparog'idan ham olib ko'rsating. 300 mana 300 mm. Xo'p. 11 kW bo'ladigan bo'lsa, mana ko'rib turibsizlar, 11000 watt, 11 kW, 1450 оборот. Ya'ni ishlash prinsipi обороти 1450 оборот, xudo xolasa. Bu ham pogrujniy nasos. Hop, kimdir nima qilishi mumkin? Loyqa suvga qo'ysa bo'ladimi deb, albatta bo'ladi. Misol uchun biz qo'yib berganlarimiz yillar davomida xizmat ko'rsatib beryapti. Bu nasoslar 2026-yilga sizlarga juda ham to'g'ri tanlov. Dehqonchiligingizga xudo xolasa yaxshi effekt beradi, ya'ni vegetatsiya davrida suv rosa kerak paytda sizga ish ko'rsatib qolmaydi, ishonchli, kafolatli. Xo'p, bunisiga keladigan bo'lsak, bu ham 11 kW nasoslarda turiga kiradi. 11 kW, 24 metr, 200 mm da, ya'ni tik balandligi 24 metr, 390 kuba soatiga beradigan nasos akalar. Juda ham zo'rmi? 11 kW 24 metrda 390 kuba beryapti. Juda ham zo'r. Xo'p, endi qaranglar. Nasosni tanlashga keladigan bo'lsa, shu joyda sizlarga to'liq nimasini tushuntiradigan bo'lsak, nasoslarda yaqin masofaga tashlaydigan nasos bo'ladi, uzoq masofaga suradigan nasos bo'ladi. Ularni qanday farqlashingiz mumkin? Albatta, bu raketa qismiga qaraysizlar, bu holatdagi nasoslar yaqin masofaga mo'ljallangan bo'ladi. Ya'ni 5-6 metrga tashlaydigan. Bu holatdagi raketali nasoslar uzoq masofaga mo'ljallangan bo'ladi. Xo'p, bu holatdagisi. Mana uni ko'ryapsizlar, tekis holatda, ya'ni parrak varianti bor, raketali kirchatkasi bor, 5 ta 6 ta parragi bo'ladi. Xo'p, o'sha holatda siz tanlashingiz mumkin. Ikkinchi navbatda siz mutaxassisga murojaat qilasizlar. Ko'pchilik hozir shu nasoslarni olib borib qo'yyapti-yu. Misol uchun tik balandligi, uzoqligi, tokni hisob-kitobini olmagan holatda olib borib qo'yishib, bu yerdagi misol uchun aynan bizga ham sotuvchi joylarga ham, misol uchun do'konlarda ham o'sha akalarda ham problemaga tiqishyapti. Ya'ni ilm bilan harakat qilinglar. Uzoq masofasini hisob-kitobini olinglar, tik balandligini olinglar, qancha kuba, qancha yer maydoniga chiqarishini. Biz sizlarga mabodo shu holat bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekrandagi telefon nomerlarga qo'ng'iroq qilsalaring, shu yil men shunday narsa qilib qo'ydim, dehqonlarga mahsulotni zo'rini va arzonini olib kelib qo'yib beraylik. Kuzda rosa, ya'ni qish oyida, yangi yillarda rosa qo'ng'iroq qilishib, ko'pchilik manfaatdor bo'ldi. Akalar, rahmat. Yaxshi ham effekt bergan nasoslaring, o'rnatib berganlaring, bil maza qildi deganlari ham bo'ldi. Xo'p, 200 diametrda, yaqinroqdan olingdir. 200 diametriga kichikroq ko'li bor yo yeri bor akalarimizga 380 volt ishlaydigan 2900 оборот 4 metr podyomda, mana podyomi napori 4 metr beryapti. Xo'p, minutiga 200 litr beryapti akalar. Minutiga 200 litr. Kimga shunaqa kichkintoy pogrujniy nasos kerak bo'lsa ham 380 volt ishlaydiganlari bor. Xo'p, agar mabodo loyqa suvga kerak bo'lsa, mana yaqinroq ko'ring. Mana bu yerda keragicha nasos bor. Bu xudo xolasa yaqin kunlarda hammasi u yoq bu yoqqa chiqib ketishi ham mumkin. Xo'p, fikalniy nasoslar bor, ya'ni bu nasoslar loyqa suvlarga to'g'ri keladigan nasoslar. Ya'ni ko'p joylarda juda ham Amudaryo, ag'dagi loyqa qumli joylarga ham bu nasoslarda misol uchun 38 metr ko'rib turibsizlar, soatiga 277 tonna, 200 mm diametr, 22 kW, 2900 оборотli o'sha loyqa suvlarga ishlaydigan pogrujniy nasoslar. Mana xuddi shunday. Sentrabejniy nasoslar ham bor. Xudo xolasa narx-navosiga batafsil qo'ng'iroq qilsalaring, biz imkoniyat darajada tanishtirib o'tamiz. Nafaqat nasos, quduq uchun nasoslar ham va bunga o'xshash kompressorlar ham nima kerak bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa bemalol aloqaga chiqib. Bundan tashqari showroom bor, kelaverasizlar. Xo'p, yaqinroqdan kelsangiz, bu yerda 7,5 kW, undan tashqari 250 diametrdagisi, trenddagisi 250 diametrdagi 7,5 kW li nasoslar ham mana ko'rib turibsizlar. 7500 watt, 11 metr, 250 mm, 480 kubali 7,5 kW li glubinniy nasoslar, pogrujniy. Xo'p, bu yerda 15 kW, 27 metr, 200 mm dagisi 480 kuba ko'ryapsizlar. 15 kW-ligi. Xo'p. Bu yerda ham 7,5 kW 150-ligi. Minutiga 200 litr. O'zingiz hisob-kitob qilaverasiz. 150 mm, 12 metr podyomga. Xo'p. Undan tashqari
O'sha boyagi nasosimiz 22 kW 460 tonnalik. Bu yerda 22 kW 250 mm 17 metr podiyumda 610 kuba soatiga suv beradigan pogrujniy nasos. Xo'p, siz nasos olay turganda mabodo sizga nimadir? Xo'p, svarka kerak bo'ladimi yoki ko'rib turibsizlar. Mana svarka. Menga bitta svarka qo'shib yubor deysiz-ku, ustaka, siz bitta svarka qo'shib yubor menga zo'ridan, garantiyaligidan deganingizda hech qancha nasosga nima qilmaydi. Svarkani zo'rini bitta qo'shib yuboramiz. Undan tashqari bu yerda naborlar bor. Mana naborlar. Shu nasosga qo'shib bitta nabor, bitta bolgarka qo'shib yuborsam, oshnanikini so'rab nima qilib o'tirmaysiz, oshnalaringiznikini. Keyin sizlarga bitta narsani ko'rsataman. O'zim ham olmoqchiman shundan. Mana ko'ryapsizlarmi? 14 kuloch qidiray, 11 kuloch qidiray degan narsa yo'q. Yaqinroqdan ko'ring. Mana uni qaranglar. Tankani ham pachaqlayverasizlar unda. Tayyor holatda. Juda ham ko'p. Atverkani ham turida. Aytgancha bu nech pul turadi? Mana qancha turadi? 8,5 million? 8,5 million ekan. Mana shu turishi. Elektriklar, shit teradigan akalarimiz bemalol bitta olib, bir joyga shitni o'rnatib olib, hamma narsani joyiga solib olib, o'zi 8 milliondan oshiq pul ketadi shuncha narsani yig'ib olgani. Tayyor holatda uyingizga borib o'rnatishingiz mumkin bo'ladi. Kaska-paska mayda judaga narsalarni ham bemalol qo'shib, bitta svarkasiz qo'shib berib yuboramiz. Xo'p, o'tkazgan vaqtlarga rozi bo'lib qo'yinglar. Undan tashqari boshqa nasos turlarini ham sizlarga alohida obzor qilib ko'rsatib borishga harakat qilaveramiz. Like bosib qo'yasizlar. Rahmat hammaga.